ayolni itoatda bo'lishini va uni bo'ysundirishni har bir erkak xohlaydi. Lekin qanday qilib? Bilingki, qattiqqo'l, qo'pollik bilan yer yuzidagi biron bir ayolni bo'ysundira olmaysiz. To'g'ri, qo'rqitib olishingiz mumkin, lekin bu qalbdan chiqqan muhabbat degani emasdi. Ishdan qaytganingizda peshonasidan o'pib, "Bormisiz, yaxshi qiz" deb qo'ying. Necha yoshda bo'lishidan qat'iy nazar. Ayolga e'tibor bilan "Juda ham go'zalsan, onasi" deng, mehr bilan. Ishoning, sizga shohlarday munosabatda bo'ladi. Garchi siz unga moddiy taraflama tevaragini tekis qilib bermasangiz ham bunday erkakni hech bir ayol dunyolarga alishmaydi. Chunki ayolni Alloh shunday qilib yaratgan, u quloqlari bilan sevadi. E'tirozingizni ham birinchi yaxshi gap aytib, keyin bildiring, u albatta qabul qiladi. Ya'ni, "Sen juda ham dono ayolsan, onasi, yaxshi ham borsan. Ke, shu ishni bunday qilaylik" deng, natijasini ko'rasiz. Keragi yo'q, uni ota avlodi, ona